Allah subhanahu ve Teala'nın El-Adl degan ism sifatlar haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa Ustad Abduveli Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru astida Allah subhanahu ve Teala'nın güzel isim sifatlarının tafsirleri, dersliklerinden Allah'ın El-Adl degan ism sifatlar haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. A'udzubillahiminash-shaytonir-rojim. Allohning Al-Adl degan ism sifatlar haqidagi tafsirlar. Allohning bu ism sifatlari Qur'onda nurg'un yerda tilga ilingan. Sura Nahl 90-oyatida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Tercümesi: Allah hakikaten kişiler arasında adil bo'lishga, jami xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqrabalarga sil rahm qilishga buyurdi. Qabih so'z harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sidi. Nasihatni qabul qilsin deb Allah sizlarga pand nasihat qiladi. Al-Adl adalet qilg'uvchi zot demakdir. Adalet harakati sodir qilg'uvchi zotdir. Bu sifatni bilishdan burun Al-Adlning nima ekanligini bilishimiz kerak. Al-Adl fi'lini bilish uchun Al-Adl fi'lini kuzatib, bu vaqtda tafakkur qilishimiz kerak. Allah subhanahu va taolo Al-Adl sifati bilan butun koinotda adillik bilan hukm qildi. Allah subhanahu va taolo mavjudotlarning hamma a'zosini yaratdi. Uning jismoniy qismlarini va ruhiy qismlarining hammasini yaratdi. Bularning har birisiga o'zlarining yaratilish holatlarini berdi. Shuning bilan Allah subhanahu va taolo hamma mavjudotlarga o'zining shaklini berdi. Shularning har birining o'rniga o'zining kerakli qismlarini o'rnashtirdi. Bu har bir narsaning o'z o'rniga qo'yilishini adolat deymiz. Mana bütün mavjudotlarga nazar tashlasak, olamdagi katta jismlardan bo'lgan yer, suv, havo, koinot va bütün yulduzlarning hammasi o'zining shaklini oldi va Allah subhanahu va taoloning buyrug'i bilan o'z o'rnidan yer oldi. Ayni shu ko'zimizga ko'rinib turgan olamning biror qismi o'rnidan yo'tkilib ketsa, olamning hammasi vayron bo'lib ketadi. Undan boshqa insonning shaklini Allah yaratdi. Uningga ko'plagan a'zolarni bag'ishladi. İnsanның hayotida kerak bo'ladigan a'zolarning har birisini o'z o'rniga joylashtirdi. Agar a'zolarning birisining o'rni yo'tkilib ketsa, inson badanida adolatsizlik vujudga keladi. Allah subhanahu va taolo o'zining al-adl sifati bilan o'z o'rniga joylashtirdi. Bende Allah subhanahu va taoloning al-adl sifatini bilgandan keyin o'zining a'zolariga berilgan ixtiyor sifatidan to'g'ri foydalanish kerak. O'zining shahvat va g'azabini aql bilan dinga asir qilib bo'ysundirish kerak. Agar insonning aqli shahvat va g'azabiga xizmat qilsa, inson o'zining aqli va diniga zulm qilgan bo'ladi. İnson o'ziga berilgan har bir a'zosidan shariat ruxsat bergan uslubda foydalangan bo'lsa,
el-adl süptidin özüge ülüş ağan bendiler qatarıdın orun ağan boludu. Özünün ailesideki adaleti, zürriyetideki adaletlerini qilish kerak. Her birini qandaq tarbiyalash, qaysi yo'lda tarbiyalashda adil bo'lish kerak. Agar peshvo bo'lgan bo'lsa, o'zining qo'l ostidagi fuqarolarga adil bo'lish kerak. Adolatning ma'nosi faqat odamlarning xolig'ini berish deganlik emas. Odamlarning xohlamagan narsasini bermaslik deganlik mu emas. Agar bu odam tasavvur qilsa, agar bir podshoh o'zining o'q-dora, qurol yaroq ombiri, kitob ombiri va mol dunyo ombirining hammasini ichib, davlatman odamlarga bersa, o'q-dora, qurol yaroqlarni ahli ilmga bersa va kitoblarni askarlarga bersa, bu podshoh odillik qilmagan podshoh bo'ladi. Gerçi u podshoh odamlarga o'zining xazinasidan bergan bo'lsa ham o'xshash. Chunki har bir narsani o'z o'rniga sarf qilmaganligi uchun adolatni barpo qilmagan kishi hisoblandi. Aslida o'q-dora, qurol yaroqlarni askarlarga berishi, mol-mulklarni muhtojga, kitoblarni ahli ilmlarga berish kerak edi. Ani shuning uchun go'yoki kasal bo'lgan odamga o'zi xohlamagan, ammo foyda qiladigan dorilarni berguchi kishi adil kishi hisoblanadi. Ulardan qon ilib, kasallarini davolagan kishi adil kishi hisoblanadi. Gerçi ular xohlamagan taqdirdimi? Shuning uchun banda bu sifatni bilgandan keyin Alloh subhanahu va taolaning qilayotgan har bir hukmiga rozi bo'lish kerakki, agar bandada xohlamagan bir holat vujudga kelgan bo'lsa-mu, uning beshiga bir musibat kelayotgan bo'lsa ham, buning Alloh tarafdan kelayotganligini qabul qilishi va uningga sabr qilish kerak. Kelayotgan lutfiga shukr qilish kerak. Allohning har bir hukmini adolatlik deb tushunish kerak. Go'yoki ba'zi narsalar bandiga ko'rinishida xohlamagan narsa kelayotgan bo'lsa ham, xuddi kasal odamning o'zi xohlamagan dorini ichib saqayg'iniga o'xshash, Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelayotgan ba'zi musibatlar uning diniy nuqsonlarini tuzadigan dorining o'rnida bo'ladi. Qur'on va hadislarda Allah subhanahu wa ta'alaning bu ism sifatlariga aloqador tuvendiki mazmunlar tilg'ilangan. Sura Infitar 6, 7, 8 oyatlarda Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak في أي صورة ما شاء ركبك. Tercümesi: Ey insan, seni merhametlik Rabbinge asilik kılışka nima aldı de? O seni yarattı. Azalarını, bicirim, qametini tüz kıldı. Seni o xalagan şekilde kuraştırdı. Sure Qasas 71-72 ayetlerde قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه
أفلا تبصرون Tercümesi, aytib beqinglarchu, agar Allah kechini sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zadigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga yo'riqlik elib kelalaydi? Sizlar anglamamsizlar? degin. Aytib beqinglarchu, agar Allah kunduzni sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zadigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga aram elishinglar uchun kechini elib kelalaydi? Sizlar ko'rmamsizlar? degin. Sure Al-An'am 73. ayetide وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير tercümesi, Allah asmanlarni, ziminni hikmet bilen yarattı. Allah birer şeyiga vücut kel dese derhal vücut keladigan kundaki, yani kıyamet günüdeki azaptan korkunglar. Allah'ın sözü haktır. Sur çilinadigan kundaki, yani kıyamet günüdeki padişahlık Allah'a xastır. Allah yoşurun ve aşkar neslerini bilgiçidir. Allah hikmet bilen iş kılgıcıdır. Bendillerinin ahvalidan haberdardır. Sure Abese 24. ayetide فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ tercümesi, bu kafir insan özünün yemekliklerine ibret nazır bilen qarsın. Sure Tariq 5. ayetinden 8. ayetikice فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ tercümesi, insan nimeden yaratılganlığı qarsın. O etilip çıkıcı meniden yaratıldı. O meni umurtqı bilen quvurğa sönkinin arasından çıkıdı. Şek şübhisiz ki Allah onu asliga keltirishga, yani terildirishga qodirdir. Sure G'oshiya 17. ayetidan 20. ayetigacha أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ tercümesi, ula qaramamdı ki tögile qandaq yaratıldı. Asman qandaq egiz qılındı. Tağlar qandaq turguzuldu. Zimin qandaq yiyildi. Sure Bakara 286. ayetinden لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين tercümesi, Allah hiç kimni taqati yetmeydiğin işqi teklif qılmaydı. Kişinin qıyğan yaxşılığının savabı özgüdür. Yamanlığının cezası mı özgüdür. Ula
Rabbimiz eğer biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki sevenlik sebebidan emrini to'liq o'rindayolmasak, bizni jazoga tortmagin. Rabbimiz bizdan ilgarigilarga yukligininga o'xshash bizga ig'ir yuk yuklamagin, ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Rabbimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin. Bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin, deydi. Sura Nur 30-oyatidan قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Tercümesi: Mümin erlerge aytqin ki, namahremlerge tikilip qaramasın. Avretlerini zinadan saqlasın. Munda qilish ular uchun eng yaxshidir. Allah haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardordir. Sura Baqara 184-oyatidan أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Tercümesi: Bu farz kılıngan roza sanaklık günlerdir. Sizlerden kimiki kesel yoki safar ustida bo'lib roza tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarni, ya'ni qazosini boshqa kunlarda tutsin. Rozani qayrilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aran tutadigan kishilar tutmasa, kunliki uchun bir miskin to'yg'idek tamoq fidya berish lozim. Kimiki fidyani belgilangan miqdordan ortiq bersa, bu o'z uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, ro'za tutish sizlar uchun eg'iz ochiq yurishdan va fidya berishdan yaxshidir. Sura Shuara 75-oyatidan 85-oyatgacha. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. Tercümesi: İbrahim aytdi: Aytib beqinglarchu, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimki ajdodlaringlarning ibodat qilgani nima? Ular, ya'ni butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning Robbi mening Robbimdir. U meni yaratgan, u meni hidoyat qiladi. U meni tamoq bilan ta'minlaydi, ussizlik bilan ta'minlaydi. Og'rib qolsam, u meni saqaytidi. U meni qabz ruh qiladi. Keyin yana terildirdi. Qiyomat kuni uning mening xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman. Rabbim men ilm, hikmat ato qilgan,
meni yaxshilarga qo'shqin. Keyingilar orasida yaxshi nomimni qoldirg'in. Meni nozu ne'matlik jannatning varislaridan qilg'in. Sura Maide 12. oyatida وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Tercümesi: Şübhisiz ki Allah İsrail avladıdan mahkem ahdi aldı. Ularning arasından, yani 12 aymaqning har birdan 12 boshliqni lik uchun jabbarlarga, yani amaliqalarga avatdiq. Hamda Allah: Men sizlarga yordam beraman. Ey İsrail avlodi, Allah bilan qasamki, agar sizlar namozni ta'dil arkon bilan o'tsanglar, zakat bersanglar, payg'ambarlarimga iymon etsanglar va ularga yordam bersanglar, Allohga qarza hasana bersanglar, ya'ni Allohning yo'lida pul melinglarni sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni yo'q chiqaraman. Sizlarni albatta ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Shuningdan, ya'ni mahkam ahdidan keyin sizlardan kimiki amr qilgan narsalarimni inkor qiladi ekan, u albatta to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Sura Mu'minun 5, 6, 7 oyatlarda وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Tercümesi: Ula avretlerini haramdan saqlıqçılardır. Yani avretlerini faqat xotunlardan, cho'rilardan, boshqalardan saqlıqçılardır. Bular bilan yaqinchilik qiluvchilar malomat qilinmaydi. Buning sirtidan jinsiy talabni qondirishni talab qiluvchilar haddidan oshqichilardir. Sura Baqara 143. oyatidan وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Tercümesi: Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek, kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shahid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shahid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sura Shura 30. oyatida وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Tercümesi: Sizlarga, yani jininglar yoki melinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afu qiladi. Afu qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar. Sura Kaf 59. oyatida
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Tercümesi, şu şehirlerinin ahalileri, yani Hud, Salih, Lut, Şuayb peygamberlerinin kavimleriga o'xshash o'tganki ummatlar zulm qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ularning halok bo'lishiga muayyan vaqtni belgiladik. Sura Nahl 112 oyatida وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Tercümesi, Allah mundak bir misalını keltirdi. Bir şehir, yani Mekke ahalisi bulup, aslida tinch, xotirjam edi. Uning rizqi taraf-tarafdan keng tasha kelib turadi. Uning aholisi Allohning ne'matlariga kufrlik qildi. Allah ularga qilmishlari tufaylidan ochliqning va qo'rqinchning alamini tetitdi. Elhamdülillah, yuqorida Ustad Abduvali Qori rahimahullohning Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlarining tafsirlaridan Allohning Al-Adl tafsirini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.